Assalomu alaykum aziz Dina. Bugun sening tug'ilgan kuning. Hayotingning eng yorqin va quvonchli kunlaridan biri. Ushbu muborak kunda seni chin yurakdan tabriklayman. Dina, sen hayotga bo'lgan mehring, qalbingdagi yorqinlik va pozitiv energiyang bilan atrofdagilarga ilhom bag'ishlaydigan noyob insonsan. Sen bilan muloqot qilish har doim quvonch va baxt bag'ishlaydi. Tug'ilgan kuningda Allohdan senga cheksiz baxt, mustahkam sog'lik va baraka tilayman. Hayotingda barcha orzularing ushalib, har bir kuning qadrli lahzalar bilan boyisin. Sen o'z qalbingdagi mehr va iliqlik bilan ko'p odamlarga yorug'lik ulashayotganingni bilasanmi? Shuning uchun doim shunday samimiy, kuchli va go'zal bo'lib qol. Bu kun sening tabassuming, kulgularing va orzularing bilan to'lsin. Atrofingda seni qadrlaydigan insonlar kamol topsin va hayoting faqat yaxshi xabarlar bilan bezansin. Yana bir bor tug'ilgan kuning muborak bo'lsin, ajoyib sinfdoshim Dina. Hurmat bilan, Nurlibek. Hayot bog'larida tikonlar so'ysin. Umr yo'llaringiz gullarga to'lsin. Nurlarga belandi bu kun zamin ham. Qutlug' ayyomingiz muborak bo'lsin.